Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Savod Avto kanaliga obunachilar do'stlar. 2018-yil atmosferli motor. Ko'p odam qidirib yurdi bu motorni do'stlar. Buning avtomobilni, chunki metan ham, propan ham ustonatka qilsangiz bo'ladi. Benzin ham tanlamaydi, 80 benzinda yursangiz ham bo'laveradi. Dalniga yedasangiz do'stlar 5,5-6 litr benzin edi. Xolasangiz kelib tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. 2018-yil oxirida chiqqan, pashti 19 dan olib haydalgan bir qo'l avtomobil do'stlar. Holati вообще zo'r. Diniq holatda turibdi, bir qator himsiya qilib, chiroylatib, podarishni qilib qo'ydik do'stlar. Kimga qiziqarli bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, mashinamiz вообще diniq holatda turibdi, panorama lyuklari bilan do'stlar. Chesti yurgani 86.000 kilometr. Xolasanizlar kompyuterda tekshiringlar, xolasanizlar zo'r masterlaringiz bo'lsa, tekshirib olishingiz mumkin. Bir qo'l avtomobil do'stlar, bunday daftarchalari, moy almashgan hamma narsalari bor. 2019-yildan olib haydalgan avtomobil do'stlar. Holati вообще zo'r holatda turibdi. Qirchilgan, chizilgan yerlari yo'q. Ko'rishingiz mumkin, mashin как zavoddan chiqqandek bo'lib, qo'shray bo'lib turibdi. Bagaj qismini ham ochib ko'rsataman sizlarga. Ko'rishingiz mumkin, holati zo'r. Zapaskalar yerga tushmagan. Yana top-toza bo'lib turibdi. Xullas, mashinamiz zo'r holatda turibdi do'stlar. Shu o'rinda ozgina petno uchun sapilgan joyi bor do'stlar. Bagajni ozroq yerida kriloni ozroq petno tushgan joyi bor do'stlar. Bemalol kelib ustalarimiz bilan tekshirib olsangiz bo'ladi. Holati вообще zo'r holatda turibdi. Qop-qora svet. 4 dona paketimdan balon qo'yildi do'stlar. Hali yurmadi balonlarim. Pashti 1000 kilometr bo'ldi. Balon qo'ygandan keyin do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Lyuki bor. Xullas, motor ходовой korobkasi do'stlar, mes ходовой qilingan. Chotki holatda haydab ko'rsangiz, mashina 100% sizlarga yoqadi do'stlar. Kimga qiziqarli bo'lsa do'stlar, pastda nomer turadi. Xolasanizlar barter varianti bor, xolasanizlar bank varianti qilib beramiz. Cobalt, Gentra, Damas farqi yo'q. Libo avtomobilning ustiga pul berib akitsangizlar bo'ladi. Kimga qiziqarli bo'lsa do'stlar, narxi 245 million so'm aytib turibmiz. Bemalol savdolashib olsangizlar bo'ladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kelishtirib beramiz do'stlar. Hamma narsalari bilan turibdi. Zapas kalitlari, kitobchalari moy almashtirilgan daftarchalari bilan turibdi do'stlar. Bemalol kelib tekshirib olsangizlar bo'ladi. Rullarni qarang do'stlar. Matviy bo'lib turibdi. Bu salafonni giyizishdan maqsad do'stlar, ko'pchilik negativ yozadi shu narsaga. Bu himsiya qilindi do'stlar. Yangi egasini borish uchun buloshib qolmasligi uchun, misol, kir bo'lib qolmasligi uchun qo'yiladi bu narsa. Olgan odam ham приятно etib haydab ketadi uyga. Birdan like bossa, original avtomobil do'stlar. Like bosamiz, videoni kengroq tarqatib qo'yamiz. Mayli bizlar bilganlar.